Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz mana Arnasoy tumani ixtisoslashtirilgan maktabimizda sun'iy intellekt darslariga asos solganmiz. Bu yerda mana o'quvchilarimiz sun'iy intellekt darslari yordamida o'zlarining shaxsiy saytlarini, ijodiy ishlari bilan mashg'ul. Hozir mana bir o'quvchimizni ijodiy ishi bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum barchangizga. Mana men bugun sun'iy intellekt darslarida faol qatnashib, mana shu o'z shaxsiy saytimni yaratdim va bu saytning ma'no mazmuni nimada? Bu saytimizda O'zbekiston bo'yicha barcha viloyatlarda ekologik monitoring ko'rinib turadi. Ya'ni havoning bosimi, o'lchami, namligi, quyoshning botishi va tong otishi, bir haftalik ob-havo va mana bu yerda ekologik maslahatlar ham bor. Bu saytimiz 4 ta sahifadan iborat. Yangiliklar, obidalar, statistika sahifalaridan. Yangiliklar sahifasida O'zbekistonda bo'lib kelayotgan barcha yangiliklar bo'lib turadi, ko'rinib turadi. Obidalarda esa O'zbekistondagi tarixiy obidalar turadi. Statistikada O'zbekiston bo'yicha ekologik statistikani ko'rib turishimiz mumkin. Masalan, AQI, ya'ni havoning sifatliligi reytingi, suvning iste'mol reytingi va ekologik xaritalar ko'rinib turadi. Biz bu darslarimizni davom ettiramiz. Kelajakda mana shu Arnasoy tumanidan yangi o'quvchilar chiqarish, yangi kadrlar chiqarishga va'da berib turamiz.